Boyagi dafingiz 306 edi. Bu 406. 2 yil bo'ldimi buni olganingizga? 2 yil bo'ldi. Ha, bu mashinani ham o'zimizdan olishgan. Hozir xudo xolasa bugun yoki ertaga bu kishiga yana bitta mashina topshiramiz shunaqa va bitta DAF Euro 6lari bor. Inshaalloh uni sotiladigan bo'lsa, uni o'rniga ham yana bitta FAV olaman deyaptilar. Bu qancha yurdi, Shuhrat aka? 187 ming yurdi aka. 187 mi yoki 87? 87. Hech qancha yurmabsiz-ku aka? Yurganimiz 2 yil почти. Noldan o'zingiz minasiz? Noldan o'zingiz. Qanday aka? Zo'r mashina, yaxshi mashina aka. Bu yaxshimi, boyagi DAF yaxshimi? Mana unaqa kabinali. FAV yaxshimi? Xitoyda mashina-ku aka. Aka FAV ma'ruf aka. Shuni endi bu obunachilarga ayting qani, bu adashmasam Niderlandiya, ya'ni Gollandiyaning mashinasi DAF. Furachilar maqtashadi. Man Germaniyaniki, Mercedes ham Germaniyaniki. Bu Xitoyniki-ku aka, nimasi yaxshi? Siz nimasiga ish qilyapsiz? Aka men mindim buni. Aha. DAFda ham mindim Euro 6ni. Aha. DAFda menga shu ma'qul bo'ldi aka. DAFni shogirdga berib, siz FAVni o'zim mindim. FAV minyapsiz. Baraka toping, baraka toping. Malades aka. Bosing, ishingizga omad. Xudo xolasa bugun erta ana uni ham sizga topshiramiz inshaalloh. Xo'p.